Ündarning do'stlar tizimida nimishqa o'zimizning undar bo'ldi. Menimcha %95% odam Undarning do'stlar tizimida o'zining undarning baliqni bilmaydi. Ya'ni 5% odam bilgan bilan buningda qanday foyda ishni uqmaydi. Amaliyotda buning ichiga 7 xil yushinliklar saqlangan. Men hozir birdan tushuntirib qo'ymay, film bir tajriba o'tib, filmning davomini qilaman. Birinchi qadamda biz undarga kirgan yaqi mavo to'ngshunlo deganni basimiz. Boshqa yaqi ma izlash ramkasiga o'zimizningki undarni izitimiz. O'zimizning veshini tepoga yaqi besib kiramiz. Kirgan yaqi o'ng taraf ustidagi 3 tal chekni basimiz. Boshqa yaqi ma jilding layotan mani echvetimiz. Mani echvetga yaqi o'zimiz bilan paranglashib boshlab kelsak bo'ldi degan gap. Endi buning yushirilgan birinchi taraf qasa askat xiqtari. Meyani besib, ming tian xiao liang dian rong ti xing wo kai hui. Yo'lda vettoq, at soat tushdan keyin 2 yig'im ba men askat deb qo'ydim. Endi buni qanday qilamiz deganda maxetni ustini ching besib turamiz. Boshqa yoq meyada tishing deb pa askartish. Mani basimiz. Boshqa yoq mana at soat 2 kulesini askartma deydi. Mana shurjo degan besib yetimiz. Boshqa yoqi bizni at soat 2 kulen bizni yig'in qatnashtirishga askartidi. Endi bundan yushirilgan ikkinchi taraf qolsa, agar sizlar bir yerga chiqib, mashinalarinki mey qanmay, joy o'jan topolmagan bo'lsanglar, maxet yozdigan ya'ni ching besib turamiz. Boshqa yoqi mey qarsan quduq belgisi chiqdi, mani basimiz. Boshqa yoqi meyga joyo deb basimiz. Boshqa yoqi yo'lni yetimiz. Yo'lni yetgan yoqi ma'ning ustini besib kiramiz. Kirgan yoqi bizning yaqin atrofdagi joy o'janning hamma mishad chiqarib turdi. Ashani besib, ashak bir mayjalsang bo'lar degan gap. Endi 3-chi taraf qolsa, o'ng taraf ostidagi qo'shash belgisini basimiz. Agar biz bir yerga chiqib, mashinani bir yerga qo'yib, bir yerga bormoqchi bo'lib qolsak, kelib mashinaning o'rnini topolmayganlarga mashinaningki o'rnini o'zimizga yo'llab olamiz. Mana bu veja deganni basimiz. Mashinamizning qashini tutib turib, ma fason mashinaningki o'rnini o'zimizga yo'llab olamiz. Yo'llavaga yaqin sizlar bir yerga ketib va yoki uyga bu yoqqa ketib mashinani topolmagan bo'lsanglar, mushu yo'llarga qaritni besib kiramiz. Kirgan yoqqa astidagi dovxon deganni besib, shu mashinalarniki o'rnini tepasang bo'ldi degan gap. Endi 4-chi ixtiyor bo'lib qolsa, menda 2 tal rasmni mana ma'nanga o'xshash shipin qilib turdi. Endi buni qanday ishlaymiz deganda, maxet yozdigan ya'ni ching besib turamiz. Boshqa yoqqa meya qarsani quduq belgisi chiqdi, mani besib kiramiz. Kirgan yoqqa meyaga Huaban Chuangzhou deb kirgizimiz. Yo'lni bitimiz. Yo'lni bitgan yoqqa mushning ustini besib kiramiz. Boshqa yoqqa birinchisi mani besib kiramiz. Kirgan yoqqa asli qarsani mishadi bir moj mobilaba, mana mani ishlab baqayli, mani besib kiramiz. Kirgan yoqqa Zotongkan degan maxetni besib kiramiz. Kirgan yoqqa ma 2 tal rasmni almashtirib bo'ldi mana. Endi buni almashtirib qo'ygan yoqqa astidagi Liji Shongchang deganni besib olsanglar, ashning o'xshash shipin chiqarib turdi. Endi 5-chi taraf qolsa, sizlarningki Loben va yoki xizmatdishinglar sizlarga bir tal biyoga yo'llab, mani kompyuterda va yoki undarda yozib chayaq desa, udillam yozib ketmaymiz. Ma rasmning ustini ching besib turamiz. Boshqa yoq meyada soviso deb chiqdi, mani besib kiramiz. Kirgan yoqqa meya qasanglar Zayshan biyoga deb chiqdi, mani besib kiramiz. Kirgan yoqqa bizga mana bu biyoga shaklda chiqarib turdi. Mush to'g'ri bo'libmi, xato bo'libmi? O'zgartib bo'lgan yoqqa o'ng taraf ustidagi 3 tal chekni besib, sizlar chimga yo'llamoqchi, shu odamga yo'l bersanglar bo'ldi. Endi 6-chi taraf qolsa, maxet yozdigan ya'ni ching besib turamiz. Boshqa yoqqa meyada quduq belgisi chiqdi, mani besib kiramiz. Kirgan yoqqa agar sizlarningki bir tal ko'y deysanglar va yoki 2-3 tal ko'y deysanglar kelayotgan bo'lsa, udullam tekshirmay u aptalga bu aptalga chimisanglar bo'ldi. Mishada cha ko'y deb kirgizimiz. Kirgiz bo'lgan yoqqa yo'lni bitimiz. Yo'lni bitgan yoqqa ustini besib kiramiz. Kirgan yoqqa meyaga telefon nomerlarini va yoki ko'ydining danxosini kirgizsizlar. Sizlarningki yo'lda nechta ko'ydinglar kelyapti. Hammasi mishadan chiqib turdi. U aptalni bu aptalni echib ketmaydi degan gap.